Assalomu alaykum. Mani ismim Nozima, familiyam Nuridinova. Yoshim 55 yoshda. Chirchiq shahrida yashayman. Ancha yillar davomida mana shu bo'g'in kasalliklari, o'sha tizzamdagi achishlar, suyaklarimni qirsillashlari bilan aziyat chekib kelayotgandim. Mana shu reklama yordamida mana shu mahsulot Bioflex mahsulotini ko'rib qolib qiziqdim va uni olib ichishga qaror qildim. Mana 1,5 oydan beri mahsulotni ichib, mana shu kasalliklardan men anchagina qutuldim. Bu mahsulotni bilasizmi, men ichgan paytimda bir 10 kun, 1,5 haftalardan keyin ta'sirini seza boshladim. Ya'ni o'sha bo'g'in og'riqlari, suyaklarimni qirsillashi, bo'g'inlarimdagi o'sha achishlar ketdi. Kayfiyatim ham yaxshi bo'ldi. Allohga shukr, mana bugungi kunda bunaqa kasalliklar meni bezovta qilyapti. Bu mahsulotni olib ichishni men tavsiya qilaman, chunki bu eng qulay. Biz uchun bir hech qayerga bormasdan uyda o'tirib ichadigan ichganda ham bir achchig'i yo'q, bir oddiy bir konfetga o'xshagan mahsulot ekan. Shuning uchun men buni ko'pchilikka tavsiya qilgan bo'lardim.